To'qqizinchi mavzu taqiqlovchi belgilar. Mana shu ko'rib turganinglar qizil dumaloq belgilar hammasi taqiqlaydi. Qora dumaloq belgilar bo'lsa, bular taqiqni bekor qiladi, ya'ni atmen qilib yuboradi taqiqni. Taqiqlovchi belgilarni ikki turga bo'lsa bo'ladi. Ma'lum bir ko'chaga yoki kimdirga kirishni taqiqlaydigan belgilar va ma'lum bir manyovrni, ya'ni burilish, qayrilish, quvib o'tish, to'xtash, shunaqa manyovrlarni taqiqlaydigan belgilarga ajratsa bo'ladi. Endi manyovrni taqiqlaydigan belgilarni ta'sir oralig'i degan narsa bor. Ya'ni mana bu yerda ko'rsatilgan belgini cheklovi ta'sir qilishni boshlaydi o'rnatilgan joydan chorrahagacha, o'rnatilgan joydan ko'rsatilgan masofagacha, o'rnatilgan joydan strelkasi pastga qaragan belgigacha, o'rnatilgan joydan bekor qiluvchi belgigacha, o'rnatilgan joydan aholi punktlarini oxirigacha, o'rnatilgan joydan aholi punktini boshlanishigacha amal qiladi. Birinchi belgimizni kirish taqiqlanadi deb nomlanadi. Bu ko'chaga kirish mumkin emas. Qoida bo'yicha bu ko'chaga kirish mumkin emas bo'lganda haydovchi boshqa yo'l bilan aylanib o'tish kerak. Lekin kirish taqiqlanadi belgisi o'rnatilgan ko'chaga yo'nalishli transport vositasi kirishi mumkin. Keyingi ikkita belgimizni birinchisi mexanik transport vositalariga harakatni taqiqlaydi. Keyingisi hammaga harakatlanishi taqiqlaydi. Bu yerda ham xuddi shunaqa. Mana shu belgilar o'rnatilgan ko'chaga kirish taqiqlanadi. Lekin yo'nalishli transport vositasi, taksist, nogiron, yashovchi, ishlovchi va xizmat ko'rsatuvchi haydovchilar mashinasida kirsa bo'ladi. Keyingi belgimiz ekologik hudud deyiladi. Bu belgi o'rnatilgan ko'chaga faqat yashil stikkeri bor, ya'ni toza mashinalar kirish mumkin. Boshqa sariq qizil stikkerdagilar kira olmaydi. Keyingi belgimiz xavf xatar deyiladi. Bu belgi o'rnatilgan ko'chaga ham kirish mumkin emas. Barcha transport vositalariga istisnosiz, ya'ni bu yoqqa ruxsat beriladigan haydovchi kirishga umuman yo'q. Keyingi belgimiz yuk avtomobillariga kirishni taqiqlaydi. Agar belgida hech qanaqa raqam yozilmagan bo'lsa, bu degani 3,5 tonnadan og'ir yuk mashinalariga kirishni taqiqlar ekan. Agar raqam yozilgan bo'lsa, значит mana shu yerda ko'rsatilgan 8 tonnadan og'ir mashinalarga, gruzovoylarga kirish taqiqlanadi. Bu yerda ruxsat etilgan to'liq vazn hisobga olinadi. Endi yuk mashinasiga kirish taqiqlangan ko'chaga 3 xil yuk mashinasi kirishi mumkin. Birinchisi ruxsat etilgan to'liq vazni oshmaydigani. Ya'ni bu yerda 8 tonna deyapti, значит ruxsat etilgan to'liq vazni 8 tonnadan kam bo'lsa kira olar ekan. Ikkinchisi bortida oq chizig'i borlari kira oladi. Uchinchisi yukxonasida odam olib ketayotganlari kira olar ekan. Keyingi belgimiz tirkama bilan kirishni taqiqlaydi. Lekin bu belgi yuk mashinasiga tirkama bilan kirishni taqiqlaydi. Yengil mashinaga tirkama bilan kirishga ruxsat beradi. Lekin tirkama bilan kirish taqiqlanadi belgisida barcha transport vositalariga, yengil mashinaga ham, yuk mashinasiga ham farqi yo'q. Shatakka olish taqiqlanadi. Значит, bizning yengil mashinamiz boshqa yo'nalish bilan aylanib o'tish kerak bo'ladi. Keyingi belgimiz traktorlarga harakatlanishi taqiqlaydi. Значит, bu ko'chaga traktor, ekskavator, buldozer shular kira olmas ekan. Значит, boshqa ko'cha bilan aylanib o'tish kerak. Keyingi belgimiz xavfli yuk tashiydiganlarga kirishni taqiqlaydi. Keyingi belgimiz bo'lsa haqiqiy vazn cheklangan deyiladi. Bu yerda ko'rsatyapti 10 tonnadan og'ir bo'lsa kirish taqiqlanadi. Haqiqiy vazn deganda umumiy vazn hisobga olinadi. Ya'ni mashina bilan tirkamani vazni qo'shiladi, 13 tonna bo'lyapti. Belgida ko'rsatilgandan ko'p, значит kirish mumkin emas.
Keyingi belgimiz o'qqa tushadigan vazn cheklangan deyiladi. Biza mana diska balon deydigan narsamiz qoidada o'q deyiladi. Bu yerda ko'rsatyapti 5 tonnadan ko'p bo'lmasligi kerak deyapti o'qqa tushadigan vazn. Endi qaranglar. 9 tonnaligiga taqiqlayapti, 12 tonnaligiga ruxsat beryapti. Nimaga? Chunki 12 tonnali yuk mashinasini 3 ta o'qi bor. Agar 12 ni 3 ga bo'lsak, 4 tonnadan to'g'ri kelyapti, shuning uchun ham ruxsat beryapti. Ikkita o'qli mashinada bo'lsa, 3 dan biri oldi o'qqa tushadi, 3 tonna, 3 dan ikkisi orqa o'qqa tushadi, 6 tonna, shuning uchun ham taqiqlayapti. Teslada o'sha ikkita o'qliga taqiqlaysizlar bu yoqqa kirishni, 3 ta o'qliga bo'lsa ruxsat berar ekansizlar shu sababli. Keyingi belgimiz velosipedlarga kirishni taqiqlaydi. Значит, velosipeddan tashqari qolgan hamma kirsa bo'ladi. Yengil mashina, samokat, piyoda ham. Ya'ni qaysi turdagi mashina ko'rsatilgan bo'lsa, faqat o'shanga kirishni taqiqlaydigan bo'ladi, taqiqlovchi belgilar. Keyingi belgilarimiz cheklangan uzunlik, cheklangan balandlik, cheklangan kenglik deyiladi. Birinchi belgimiz uzun mashinalarga kirishni taqiqlaydi. Bu belgi baland mashinalarga kirishni taqiqlaydi. Bu belgi bo'lsa keng mashinalarga kirishni taqiqlaydi. Shu bilan kirishni taqiqlaydigan belgilarimiz tugadi. Endi manyovrga tegishli cheklov kirgizadigan belgilarga o'tamiz. Birinchi belgimiz bojxona deyiladi. Bojxona belgisida to'xtamasdan o'tish taqiqlanadi hammaga. Hamma to'xtashi shart bu yerda. Keyingi belgi barcha transport vositalariga quvib o'tishi taqiqlaydi. Lekin mana bu yerda ikkita misol ko'rsatilgan. Birinchisida taqiqlanyapti, chunki mumkin emas, lekin ikkinchisida nimagadir ruxsat beryapti. Sababi quvib o'tish taqiqlanadi belgisida 40 dan kam tezlikda yurayotgan mashinani quvib o'tish mumkin. Keyingi belgimiz faqat yuk mashinalariga quvib o'tishi taqiqlaydi. Qolgan barcha quvib o'tsa bo'ladi. Avtobus, trolleybus, yengil mashina farqi yo'q. Faqat yuk mashinasi, gurzovoyga mumkin emas quvib o'tish. Keyingi belgilarimiz burilishni taqiqlaydi, ya'ni o'ngga yoki chapga burilish taqiqlaydi. Bu belgilarda qolgan barcha yo'nalishga yursa bo'ladi. Misol uchun chapga taqiqlangan belgisida razvorot qilib olishga ham ruxsat beriladi. Lekin bu belgilarni ta'sir oralig'i qaysi kesishmani oldiga o'rnatilgan bo'lsa, o'shanga amal qiladi. Misol uchun mana ko'rib turibmiz, chorraha bor. Chorraha ikkita kesishmadan iborat. Belgilar birinchi kesishmada turibdi, shuning uchun ham birinchi kesishmadan chapga o'ngga burilishi taqiqlayapti. Lekin ikkinchi kesishmaga bu belgilar amal qilmaydi. Shuning uchun ikkinchi kesishmadan o'sha chapga ham o'ngga ham yursak bo'lar ekan. Lekin orqaga qayrilib olish taqiqlaydigan belgimiz kesishmalardan qat'iy nazar bitta kesishma bo'ladimi, ikkita kesishma bo'ladimi, butun chorrahada qayrilib olishni taqiqlaydi. Значит, qayrilib olish taqiqlanadi belgisi butun chorrahadan qayrilib olishni taqiqlar ekan. Keyingi belgimiz to'xtash taqiqlanadi deyiladi. Bu belgida 1 sekundga ham turish mumkin emas. 1 sekundga. Lekin bu belgida taksist va yo'nalishli transport vositasi odam chiqarib tushirsa bo'ladi bemalol. Keyingi belgimiz to'xtab turish taqiqlanadi deyiladi. Bu belgida 10 daqiqagacha to'xtash mumkin, lekin 10 daqiqadan ko'p turish taqiqlanadi. Lekin 10 daqiqadan ko'p tura oladi bu belgida taksist bilan nogiron. Keyin bu belgilarni ta'sir oralig'ini aniqlashning yana bitta yo'li bor. Bu sariq chiziq. Agar sariq chiziq chizilgan bo'lsa, bu belgini ta'sir oralig'ini ko'rsatadi. Ya'ni chizuv chizilgan joyda taqiqlanadigan bo'ladi. Mana bu yerda to'xtab turibdi qizil mashina, lekin sariq chizuv yo'q. Значит, bu qoida buzmayapti. To'xtash taqiqlanadi belgisi bilan sariq sidirg'a chiziq ishlatiladi. To'xtab turish taqiqlanadi belgisi bilan sariq uzuq chiziq ishlatiladi. Keyingi ikkita belgimiz ham to'xtab turishni taqiqlaydi. Ya'ni bularning talabi mana bu to'xtab turish taqiqlanadi belgisining talabi bilan bir xil, faqat bir raqami yozilgani bu tog' kunlari to'xtab turishni taqiqlaydi. 2 raqami yozilgani bu juft kunlari to'xtab turishni taqiqlaydi. Ikkala belgida ham 10 daqiqagacha to'xtash mumkin,
lekin 10 daqiqadan ko'p to'xtab turish mumkin emas. Keyingi belgimiz oraliq masofa deyiladi. Ya'ni haydovchilar oraliq masofani belgida ko'rsatilgandan keyin saqlash kerak deyapti. Значит 70 metr deyaptimi? 70 metr oraliq masofa saqlash kerak ekan. Endi taqiqlovchilarimiz tugadi. Endi taqiqni bekor qiluvchi belgilarga o'tamiz. Bu belgimiz barchaga quvib o'tish cheklovini bekor qiladi. Bu belgi yuk avtomobillariga quvib o'tish cheklovini bekor qiladi. Bu belgi bo'lsa, bundan oldingi barcha cheklovlarni bekor qiladi. Endi qaranglar, testda qaysi belgi yuk avtomobiliga quvib o'tish cheklovini bekor qiladi desa, hammasini tanlaysizlar, uchalovini ham. Agar sizlardan qaysi belgi barcha cheklovlarni bekor qiladi desa, unda faqat shu belgini o'zini tanlaysizlar.